Agar siz faqatgina lead formaga target yoqadigan targetolog bo'lsangiz va undan qimmat lead olishdan charchagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bu videoda bitta formula ko'rsatib qo'yaman, o'zimda ishlaydigan. Bu formulaning nomi hamma maqsadlar strategiyasi. Siz bu strategiya orqali raqobatchilaringiz qimmat narxda lead olayotganda yoki umuman lead ola olmayotgan paytda arzon narxda ko'p lead olishingiz mumkin. Yaqinda hamma ko'rdi, targetda xususiy maktab, universitet, o'quv markazlari sohasida lead narxi baland bo'lib ketdi. Chunki hamma o'zini borini targetga tikdi va auksion balandlab ketdi. Aynan shu paytda biz mana shu formula orqali o'quv markaz loyihalarimizda leadlar narxini bir necha barobarga tushirishga va sonni oshirishga erishdik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu qanaqa formulaligini qisqacha tushuntirib beraman. Demak, mavzumiz hamma maqsadni ishlatish. Aytgancha kanalimga obuna bo'lib qo'ying, like bosing, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Bu formula qanaqa ishlashini qisqacha tushuntirib beraman. O'zi meta qanaqa ishlaydi? Yaqinda bo'lgan кейsdan men sizga misol qilib keltiraman. Bu avgust-sentyabr oylarida, sentyabr endi kelyapti. Avgust-iyul oylarida bo'lgan holat, ya'ni o'quv markazlar, universitetlar, xususiy maktablarda lead narxi birdaniga oshib ketdi. Sababi hamma shu paytda bor budini targetga tikdi. Ko'rdik, boshqa yo'nalishlardan ham ko'p universitetlar foydalandi, lekin baribir oson yoqilishi mumkin bo'lgan bu target reklamasi. O'sha paytda ko'p targetologlar faqat lead formaga, faqat veb-saytga target yoqib, lead narxi qimmatlashib ketishidan nolishganini juda ko'p ko'rdim. Bu strategiya orqali bemalol siz o'sha holatda ham leadlaringiz narxini arzonroq olishingiz mumkin edi. Qilganlar qildi bu narsani. Bu qanaqa? Avval meta qanaqa ishlashini tushuntiring. Target o'zi qanaqa ishlaydi? Raqobatchilar o'rtasida auksion ketadi. Ya'ni siz qanchalik o'sha auditoriyangizga mos kreativ bergan bo'lsangiz, qanchalik Facebook algoritmi sizni o'sha auditoriyaga reklamani ko'rsatishga loyiq deb topsa va reklamalaringizni ko'rsatadi. Siz qancha pul berishingizdan qat'iy nazar bu narsa ishlayveradi. Qanaqa strategiya qilganingizga boshqalarga bog'liq, lekin bu narsani meta ochiq oydin aytmaydi. Ya'ni siz bitta qozonda siz bitta odamga urg'u bergansiz, misol uchun aytaylik, 19 yoshli Ahmadjon degan bolaga siz targetlagansiz targetlaringizni hamma narsasini va qo'shni universitet ham, nargisi ham, nargi 10 tasi ham xuddi shunga lead formaga yoqqan. Ya'ni hamma undan lead olmoqchi, uni nomerini olmoqchi. Nima bo'ladi? Facebook unga bir nechtasini ko'rsatadi yoki bu odam uchun senlar ko'rsatmoqchimisan, demak qimmatroq narxda to'la deydi. Yoki bitta misol uchun buni pul bilan ham tushuntirsa bo'ladi, moliya bilan ham xuddi bu qadrsizlanishiga o'xshaydi pulni. Ya'ni avval 100 mingta odam bor edi targetga mos. 3 ta o'quv markazi ishlardi va ular bemalol auditoriyalarga kirib, reklamalarni yoqib, leadlarni olishardi. Endi mana bu mavsum keldi va 3 ta o'quv markazi yoniga 30 ta yoki 50 ta, 100 ta universitet, xususiy maktab qo'shildi va hammasi o'sha 100 mingta odam uchun kurashishni boshladi. Albatta bitta odamga bir nechta o'quv markaz to'g'ri kelishi yoki bir nechta universitet to'g'ri kelishni boshladi va shu paytda algoritm o'zini ishini qiladi va leadlar narxi o'z-o'zidan oshadi. All goal strategiyasi qanaqa ishlaydi? Siz doimiy leadga yoqsangiz SMS ga yoqasiz, SMS ga yoqsangiz leadga yoqasiz. Bu oddiy. Bu faqat mana shu emas. Siz leadga doimiy yoqsangiz veb-saytga yoqib ko'rasiz, veb-saytga yoqsangiz SMS ga, hammasini ishlatib ko'rasiz. Xullas, hamma strategiya bilan, ya'ni hamma maqsad bilan targetni maksimal yoqishingiz kerak. Endi aytishingiz mumkin, men yoqyapman-ku leadga, o'sha auditoriyaga yoqyapman. Unda nima bo'ladi? Baribir o'sha auditoriya ko'radi-ku deyishingiz mumkin. Target unaqa ishlamaydi. Target qanaqa ishlaydi? Leadga reklama yoqqaningizda Ahmadjon degan bolaga ko'rsatishi mumkin. Chunki Facebook serverlarida o'sha Ahmadjon degan bolani algoritm saqlab qolgan. Bu lead qoldiradigan odam, lead forma to'ldiradigan odam deb saqlab qo'ygan. U faqat lead formali reklamalarni qabul qiladi va o'shalarni ko'radi. Unga SMSli reklama, veb-saytli reklama chiqmaydi. Misol uchun o'zimda shunaqa. Menda faqat lead forma va veb-saytli reklamalar chiqadi. Asosan hozir veb-saytli reklamalar chiqyapti. Ya'ni call to action veb-sayt bo'lgan. SMSli reklamalar menda deyarli chiqmaydi. Lekin SMSli reklama chiqadigani meni tipimdagi, meni bilan bir xil segmentdagi auditoriya bor. Misol uchun aytaylik, siz marketing yo'nalishida reklama yoqyapsiz. O'zingizning xizmatingizni sotmoqchisiz. Target yoqasiz, biznesmenlarni belgilaysiz. Biznesmenlarni, ayol biznesmenlar misol uchun aytaylik, ular SMS yozishni yaxshi ko'rishadi va Facebook buni biladi. Va ularni SMSda yozishadiganlar qatoriga qo'shib qo'ygan. Siz 1000 reklama yoqaverganingiz bilan siz faqat misol uchun leadga yoqsangiz, faqat leadga yoqadiganlarga ko'rinaverasiz. SMSga yoqadiganlarga ko'rina olmaysiz.
SMS ga yoqadiganlar ko'rinish uchun xuddi o'sha kreativ, xuddi o'sha taklif bilan SMS ga yoqadiganlarga chiqish. Xuddi o'sha ishni qilsangiz bo'ladi. Endi leadga yoqqaningizda ko'rishingiz mumkin, qaysidan qancha lead keldi. Unda nomerlarni qidirasizda, o'sha qaysi kompaniyadan keldi. Buni bilib turib yoki Vena AI ulagan holda siz ko'rishingiz mumkin, qaysi kompaniya sizga foydali bo'ldi. Ya'ni bu CRM ga tushadi-da. Qaysi kompaniya sizga ko'proq summa olib keldi, buni ko'rishingiz mumkin. Endi buni SMS da qanaqa ko'raman deydigan bo'lsangiz, hozir buni ham yo'lini ko'rsataman. Bizda muammo nima? SMS da ko'rib turibsiz mana. Misol uchun bu kompaniyamizda 7 ta SMS kelgan, 83 sentdan. Bunisida 31 ta kelgan, 46 sentdan. Lekin biz buni bila olmaymiz. Bu SMSlarni qaysi biri keyingi suhbatga o'tdi, qanchasi nomerini berdi, qanchasi qiziqdi, qanchasi lokatsiya so'radi, qanchasi bir bizga sifatli lead bo'ldi, sifatli mijoz bo'ldi. Bu narsani biz bila olmaymiz bu yerda ko'rib turgan holatda va SMS kompaniyalarini shunday o'chirib qo'yamiz yoki mashtagi narxiga qarab bularni sozlayveramiz. Endi biz Vena AIda xuddi shunaqa funksiya qilganmiz, ya'ni xuddi mana shu SMSlarni oladida, SMSlarni o'zi ko'rib chiqib, AI o'zi bo'ladi. Bu qiziqqan, bu nomer bergan, bu lokatsiya so'ragan, bu mahsulot so'ragan, bu narxini so'ragan deb turib ajratadi. Ko'rishingiz mumkin. Vena AIda mana dashboard turibdi. Oxirgi 7 kun bo'yicha 208 ta chat bo'lgan, 14 ta won bo'lgan. Won degani nomer olgan yoki juda qiziqqan klientlar buni sizni o'zingiz Instagramingizdan kelib chiqib turib, AI o'rganib turib, AI analiz qilib turib, shu narsani belgilaydi. 14 ta warm bo'lgan, ya'ni bu qiziqqan klientlar, bu ham hammani varonkasiga bog'liq. Ya'ni bu proyektda boshqa, sizni proyektingizda yoki umuman boshqa proyektda boshqacha bo'lishi mumkin. Buni ham AI o'zi o'rganadi. Los 145 ta bu ko'rishingiz mumkin qolib ketganlar, ya'ni javob bermaganlar, qiziqmaganlar, adashdim deganlar, chatni yarim to'xtatib yuborganlar bo'lishi mumkin. Targetolog uchun foydali tarif targetolog manbetga kiradi va ko'radi mana kompaniyalari. Bu yerda qancha ishlatgani chiqadi. 200 ta mana SMS bo'pti, $171 ishlatilibdi. 14 tasi won, 14 tasi warm, 137 tasi lost ekan. Demak, buni tanlaymiz va assetlariga o'tamiz. Misol uchun bu yerda auditoriyalar bor. O'sha wonlarni qaysi biri ko'proq qaysi auditoriyadan kelgan? Mana wonlarni, ya'ni sotuvlarni 10 tasi manba auditoriyadan kelgan. Endi buni reklamalar bo'yicha ham ko'rsak bo'ladi. Bu yoqqa o'tsak mana qaysi reklama bizga ko'proq foyda olib kelgan. Bu 4 ta, bu 2 ta, bu 2 ta, mana bu kompaniyalar umuman 0 ta olib kelgan. Ya'ni bular o'zi summa ham deyarli ishlatmagan ekan. Shunaqa qilib ko'rib tursak bo'ladi va eng qizig'i bu yerda chat bo'limiga o'tamiz va bu yerda bizda chatlar ham bo'ladi mana. O'zi won leadlar qaysi ekan deb turib bitta tanlasangiz, sizga faqat o'sha wonlarni chiqarib beradi. Unda buni chekarasiz va so'ragan bo'ladi mana. Telefon raqamini yuborgan mijoz bu. Rahmat, telefon qildik, bog'lana olmadik deb bizda yozganlari ham hamma narsasi ko'rib turadi. Bu yerda umuman yozish bo'lmaydi, faqat ko'rib tekshirib tursa bo'ladi. Masalan, aktiv leadlar, bular qanaqa leadlar deydigan bo'lsangiz, hali menejer javob bermagan leadlar. Agar targetolog, biznesmen, marketolog yoki sotuv bo'limi rahbari bo'lsangiz, siz buni ko'rishingiz mumkin. Manimcha odamga bular javob bermagan yoki bizda dashboardda ko'rsatib turadi. 142 ta nimaga SMS ga 24 soat plus vaqtdan beri javob bermagan deb ko'rsatib beryapti. Bu yerda dashboardda chiqarib qo'yamiz buni ham, ya'ni o'rtacha javob berish vaqti. Shu narsani ham siz menejerlarga aytib turib, "Men bunchada javob beringlar, tezroq javob beringlar" turib, bu narsani ham o'stirib, SMS dan ham maksimal foyda olsangiz bo'ladi. SMS ishlatilmaydigan, foyda ola olmaydigan maqsad emas. Eng qiziq zo'r joyini aytaman. Bu narsalarni ham biz Facebookka Conversion API orqali yuboramiz. Conversion API o'zi nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda video link chiqadi, o'shga o'tib yoki pastda link bo'ladi, o'tib ko'rishingiz mumkin. Conversion API degani o'zi mana bizga yozdi bitta odam. Yozdi, gaplashdi menejer va nomerini berdi. Nomerini berdi, u bizga o'zi qiziqqan klient yoki u bizdan sotib oldi chatni o'zi. U bizga o'zi qiziqdi, bizga klient. Endi biz uni ma'lumotlarini, ya'ni ma'lumotlari deganda Instagram username yoki nomerini emas. Biz uni aynan target o'ziga saqlab qo'ygan ma'lumoti bor. O'sha ma'lumotini metani o'ziga qaytarib jo'natib yuborishimiz kerak. O'sha ma'lumotlarini siz Vena AI ga ulab turib, Vena AI ga Conversion API kodlarini kiritib qo'ysangiz, messajda kimdir shunaqa yozsa va sifatli deb belgilansa, sразу metaga qaytarib yuboradi. Keyin nima bo'ladi? Sizning algoritmingiz yaxshilanishni boshlaydi. Siz target yo'qotganingizda o'sha nimani tanlaysiz, event tanlaysiz, misol uchun sifatli leadlarga olmoqchiman deb tanlaysiz va sizga faqat sifatli SMSlarni, sifatli SMS yozuvchilarni
olib kelib berishni boshlaydi. Ya'ni xuddi o'sha odamga o'xshagan odamlarni olib kelib berishni boshlaydi. Shunaqa foydali zo'r taraflari bor. Bu funksiyani narxi VNAI da o'zini sotib olmoqchi bo'lsangiz 299 ming so'm. Agar leadlar analizi bilan qo'shib sotib olsangiz sizda ancha chegirma bo'ladi va shu videoni ko'rib turganlar uchun ham chegirma bermoqchiman. Pastda bizni support akkauntimizni yozib qo'ygan bo'lamiz. VNAI support deb descriptionda bor. O'tib yozsangiz bo'ladi. DM deb yozib olsangiz sizga 30% chegirma promo kodi va qanaqa ulanish bo'yicha to'liq video darslarni tashlab berishadi va yordam berishadi ulanishda. Agar siz marketolog, targetolog, biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz, bu video sizga foydali bo'ldi deb o'ylayman. All goals strategiyasini aniq ishlatib ko'ring. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. O'zi yana qanaqa strategiyalarni ishlatasiz, buni ham yozib qoldiring va обязательно kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.